yer yuzida shunday jonzot borki, u 1 kilogramm asal yig'ish uchun dunyoni naqd 3 marta aylanib chiqishga yetadigan masofani bosib o'tadi. Yo'q, bu fantastik film qahramoni emas, bu oddiygina asalari. Asalarlar nafaqat mehnatkash, balki daho matematiklardir. Ular qurgan 6 burchakli uyachalar tabiatdagi eng mukammal muhandislik yechimi hisoblanadi. Nima uchun aynan 6 burchak? Chunki bu shakl eng kam mum sarflagan holda eng ko'p asal saqlash imkonini beradi. Asalarning qanot qoqishi inson ko'zi ilg'ay olmaydigan darajada tez. Ular soniyasiga 230 marta qanot qoqadilar. Aynan shu shiddatli harakat biz eshitadigan o'sha o'ziga xos g'o'ngillash ovozini hosil qiladi. Ularning navigatsiya tizimi esa har qanday GPS dan aniqroq. Asalarlar quyoshning holatiga qarab yo'l topishadi. Hatto havo bulutli bo'lsa ham. Asalarlar gapira olmaydi deb o'ylaysizmi? Adashasiz. Ular bir-biri bilan raqs tushish orqali muloqot qilishadi. Waggle dance deb nomlanuvchi bu harakat orqali ishchi ari boshqa sheriklariga gulzor qayerda ekanligini, masofasini va hatto yo'nalishini aniq ko'rsatib beradi. In qurilmasi bu mutlaq tartib intizom maskani. Minglab arilar bir ona ari atrofida yagona organizmdek harakat qiladi. Eng qizig'i, asalarlarning o'ziga xos yuz tanish qobiliyati bor. Ular inson yuzini eslab qolishi va bir-biridan ajrata olishi ilmiy isbotlangan. Biz iste'mol qiladigan har 3 ta luqmaning biri bevosita asalarlarning mehnatiga bog'liq. Bu mitti jonzotlar yo'qolsa, ekotizimimiz halokatga uchraydi. Tabiatning bu mitti mo'jizalarini asrash, o'zimizni asrash demakdir.